Ustoz, qarzi bor insonga qurbonlik qilish joizmi? Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Avvalambor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi savollarning eng dolzarbi mana shu. Chunki o'ylantirib qo'yadi. Qarzi bor odam haqiqatan ham qurbonlik qilish kerakmi, yo'qmi deb. Qarzi bor odam agar u zakot nisobiga yetgan bo'lsa, ya'ni nisob egasi bo'lsa, avval qarzini beradi. Qarzini bergandan keyin yana o'zini mulkini hisob kitobini qilsa, nisobga yetsa qurbonlik qiladi. Agar qarzini bergandan keyin uning moli nisobga yetmaydigan bo'lsa, uning zimmasida qurbonlik qilishlik vojib emas. Yana ikkinchi savolimiz bor. Qurbonlik qilishning asl ma'nosi nimada, ustoz? Bu tarixga kelib bog'lanadigan masala, chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalom bilan Ismoil alayhissalomning qissasini keltiradi. Ya'ni Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga tush ko'rgizadi. Ya'ni tush ko'radi Ibrohim alayhissalom, tushida o'g'li Ismoilni qurbonlik qilishlikka Alloh taolo buyurganini ko'radi. Ana o'sha holatda Ismoil alayhissalomga Ibrohim alayhissalom shuni aytganlarida o'g'li Ismoil alayhissalom aytadiki, "If'al ma tu'mar", ya'ni sizga buyurilgan narsani qiling deydi. "Satajiduni inshaalloh minas sobirin", meni siz sabrli bandalardan bo'lishligimni topasiz deydi. Men sabr qilaman, sizga nima buyurilgan bo'lsa shuni qiling degan mazmunda Ismoil alayhissalom aytadi. Ana o'sha joyda Ibrohim bilan Ismoil alayhissalomlarni o'ta Allohning buyurgan amriga itoati bu yerda nazarda tutilgan. Qurbonlikdan maqsad o'zini kerak bo'lsa jonini fido qilishlik, molini fido qilishlik Allohning yo'lida. Qurbonlikning asl maqsadi taqvo ekan. Mana shu taqvo, Alloh buyurgan narsani itoat qilib unga bo'ysunish bu qurbonlik hisoblanar ekan va buning natijasi nima bo'ldi? Alloh taolo Qur'oni Karimda aytayaptiki, "Va fadaynahu bizibhin azim" dedi. Biz uning o'rniga juda katta qurbonlikni fido qildik dedi va jannatdan qo'chqorni berdi. Mana shu qurbonlikning asl mohiyati bu taqvo. Bandadan taqvo talab qilinadi. Alloh buyurgan narsani bekamu ko'st, shak shubha aralashtirmasdan bajarish, bo'ysunish va taslim bo'lish. Mana shu qurbonlik ekan. Rahmat ustoz. Ustoz, musofirda yurganlar qurbonlik qilish joizmi? Xo'p, musofirda yurganlar qurbonlik qilishlik bir o'rindagina joiz. Qachonki musofir o'zini yurtidagi yaqin kishilardan birini vakil qilib, mening nomimdan qurbonlik qil deb kimnidir yaqinini vakil qilib qo'ysa, ya'ni buyursa, vakil musofirdagi kishining nomidan qurbonlik qilishligi mumkin. Aks holda qurbonlik kimlar qiladi qurbonlik deganda, o'shalarning ichida balog'atga yetgan bo'lish kerak, musofir bo'lmaslik kerak, oqil bo'lishlik kerak degan shartlari bor. Shuning ichida musofir bo'lsa, qurbonlik uning bo'ynidan soqit bo'ladi. Faqatgina musofir, yuqorida aytganimizdek, yurtidagi kimnidir, akasini, ukasinidir, balkim o'g'linidir, vakil qilib mening nomimdan qurbonlik qilinglar deb buyursa, uning nomidan qurbonlik qilishligi joiz bo'ladi. Rahmat ustoz. Xalqimiz orasida har xil gaplar yuradi. Masalan, jonliq so'yayotganda qulog'i butun bo'lsin, har xil savollar bo'ladi. Shunga ham oydinlik kirgizib ketsak, qurbonlik qilinadigan jonliq qanaqa bo'lishi shart? Xo'p, avvalambor qurbonlik qilinadigan jonliq qora mol bo'lsa 2 yoshdan kam bo'lmaslik kerak, tuya bo'lsa 5 yoshdan kam bo'lmaslik kerak, qo'y va echkilar 1 yoshdan kam bo'lmaslik kerak yoshlari. Illo mana shu joyda qo'yni agar 6 oylik bo'lsa-da, uning jussasi kattaligi 1 yoshli qo'ydek bo'ladigan bo'lsa, unga ham ruxsat berilgan. Lekin yosh jihatidan agar 1 kun kam bo'lsa ham, masalan, qoramol 2 yoshga 1 kun, 2 kun yetmagan bo'lsa ham,
o'sha qurbonlik qilish joiz emas. Bir kun ham yetmagan bo'lsa yoki bir yoshga to'lishiga endi bir kun yoki 2 kun qolgan qo'yni ham qurbonlik qilishlik mumkin emas. Illo bir yoshlik jasadi bo'ladigan bo'lsa mumkin ekan. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'zi ko'r bo'lgan, shoxi singan, oyog'i cho'loq bo'lgan, kasal bo'lgan qo'ylarni so'ymaslikni, qurbonlik qilmaslikka buyurganlar. Shuning uchun qurbonlik qilayotgan kishi ehtiyot bo'lishlik kerakki, ko'zi ko'r, shoxi singan, yana shular o'rtasida qulog'i va dumi kesilgan qo'ylarni ham payg'ambarimiz alayhisalom qurbonlik qilishlikdan qaytarganlar. Ustoz, qurbonlik qilingan jonliqni go'shtini kimlarga tarqatish joiz, afzalroq? Xo'p, avvalambor qurbonlik qilishlik vojib bo'lsa, uning go'shtini tarqatishlik sunnat hisoblanadi. Chunki qurbonlik qilishlikni Alloh buyuryapti. Qanday taqsim qilishlikni esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsatib beryaptilar. Muborak hadislarda payg'ambarimiz alayhisalom aytganlarki, qurbonlik qilgan go'shtlaringni o'zlaringga olib qolinglar, yenglar va sadaqa qilinglar degan hadislari bor. Shuning uchun mana shu hadisdan kelib chiqib, qurbonlik qilgan kishi xohlasa o'ziga olib qolsin, xohlasa ehson qilsin, sadaqa qilsin. Afzali nima bo'ladi desa, afzali nochor, muhtoj oilalarga tarqatish. Shu qator o'zin ahliga ham olib qolishligi kerak. Rahmat ustoz, biz kutgan savollarga bir ajoyib javoblarni oldik. Bizni muxlislarimizni Qurbon hayiti bilan tabriklasak-da, qisqagina suhbatimizni yakunlasak. Xo'p bo'ladi. Barcha ahli mu'minlarni, barcha mu'min musulmonlarni yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayiti bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Qilayotgan qurbonliklarimizni Alloh taolo dargohiga husni qabul aylasin. Har bir xonadonga o'zi tinchlikni, xotirjamlikni, sihat salomatlikni bersin. Qalbimizdagi hidoyatli, xayrli niyatlarimizni amalga oshishida Yaratgandan so'rab qolamiz, o'zi qabul aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.